Qarang, internetten rasmni, prozrachniy rasmni olib, doğru o'rta qo'yish. Saqlanib o'tish shart emas. Bizga Ctrl V. Shu narsa, lekin boshqacharoq varianti bu. Misol uchun kar deb yozdim. Yo'q, bayroqlarni qo'yib keladi. Mana kartinka bölümü bor. Kartinka o'tdim. Hozir misol uchun shu rasmni tanladim mana. Qarab turgan, endi yaxshilashdi. Hozir xarob bo'lib turadi. Ozgina kutib tursam yaxshilashadi. Endi shu yerda ustini o'ng tarafini bossam, pastda сохранить kартинку как-то bor. Bu esa bir papka saqlanadi, keyin Wordga kirib, yana resumega kirib, stavkaga qo'yib berish kerak. Yana bir varianti, shuni tayinda rasmni kopyalab olish. Kopировать kартинку. Endi Word'dan o'tamandan Ctrl V. Siz indaktis qarang. Kopировать адрес ссылки. Uning ko'rinishib qoladi. Shuni tayyorlaganda kopировать kартинку chiqadi. Endi logotiplar bor ekan, datani logolari bor ekan. Endi bizlar bo'lmaydi, misol uchun men tashlasak Facebookda olib просто olib tashlab ko'ramiz. Hozir yaxshilashmadi. Toza bet ochib beraman. Ctrl Enter, Ctrl V. Endi bu orqasi olib bo'lgani uchun bilinmay qoldi. Bizlar endi hozir boshqalarni ko'ramiz. Mashinalarni ko'ramiz. Mana Bugatti Chiron'da dasmasam, kopировать kартинку dedim. Keyin вставить qo'yib berdim. Mana tushdi. Orqasi lekin prozrachniy bo'lmadi. Endi mana shunday shap prozrachniy aytaman. Kimdir qilib ko'rganmi shuni? Nima? Kimda yozgansiz? Mana kar PNG desangiz o'zi saytda chiqarib beradi. Yana orqasi nim bo'ladi. Mana PNG 3 da FreePic bor ekan, PNG Wing. Shulardan girib olib qo'yasiz. Endi bir dana olib qo'yish bor. Ishimni ko'rmaymi unda bu yerda? Qarasak, bizga bu yerda instrumentlardan bo'limi bor. Buna bastım. Bu yerda svet yana bor ekan. Bir o'tsam mana любой цвет. Ya bo'lmasa черно-белый, ya bo'lmasa прозрачный. O'sha prozrachniy bastım. Endi endi prozrachniy rasmga chiqib keldi. Qarab turaman. Mana orqasi nim bo'lib qoldi, sahma. Shu prozrachniy bo'ladi. Endi buni kopировать etib olaman. Hozir o'zi bu yerda oqadi-ku, qanadi-ku. Bunday orqasi olib qo'yadi-ku. Bu yerda tashimayman endi. Ctrl V. Mana bu yerga tushdi. Endi qarasangiz, mana menda dassam sal qiynalib turibdi yana. Buni bera tartganimda. Ko'rdingizlar? Bu yerda shunday funksiyasi bor. Bu tarafi bor yana. Bu o'sha rasmni joylashuvini ko'rsatib beradi. Endi qarab turinglar, boshqa beraman. Lorem 500 enter. Yana men bir marta ko'paylar qo'ydim qo'yadi. Hali pamatdan turibdi buni. Ctrl V deb bersam, rasmni tashlab beradi. Undan keyin sizlarga aytmadim. Qarang, endi hozir tekst orasida o'tiradigan bo'lsam, mana sal qiynalib turibdi bu. Yana bo'lsa shu tekst orasida harakatlanishni qilib beradi bu. Imma qarasak, o'rtadan qo'yib beradi ekan. Hozir bir rasmni men kichaytirsam, mana ko'rdingizlar? Rasm bir de devamı ketadi tekst deb anda. Просто şöyleden gap qoladi. Endi ansataroq bo'ldi harakatlantirishni. Endi yana birsini ko'ramiz. Buni avvalgi ustidan baqtirsam, pak Ctrl deydi. Yana bellari bor yana. O'shalarni yakkab turibdi yana. Bu rasmning chetidan emas, ichine ozgina kirib turibdi yana. Ko'rdingizmi? Yana nima bor ekan bu yerda? Yana bo'lsa skvoznoy. Buni bossam hech narsa o'zgarmadi. Просто bu harakatlari ozgina ham bular yana ichroq girdi. Mana shu o'rinda yana o'shab kuchaytiramiz. Qaranglar, mana hozir endi nechun shuni o'shab kuchaytirib turibman men. Hozir ham mana o'shab kuchaytiramiz shu bo'ladi. Yana. Ya'ni ben pasini o'shab turib yuqori tarsam. Biz uchun motion o'shab kuchaytiramizdan. Shunda o'zining ko'rinishi yo'qolmaydi. Endi yana nima bor ekan bu yerda? Yana basayna sverxu liniya yuqoridan pastga o'rtada rasm turadi bo'ldi. Tartsam yana yuqoridagilar yuqori, pastdagilar yuqori chiqib qoladi, lekin buni yonboshdan orqasini o'tib qolmaydi. Endi qaranglar. Endi bu nima ekan bu? Za tekstim. Bu tekstning orqasidan ekan.
Text'in arkasına koyu berdi. Şimdi text özgermeden duruptum. Ben kala yerim apart durupmam bunu. Ya. Şimdi yine ne var eken beyde ahırkısı? Period text'i. Ben text'in üstünde. Text'in de hakitte bu üstünde yurttuk hareketine bine. Bunu bana suruklara bizine. Gördüğünüzden hareketini ansat bok kaldı indi. Kala yerim apart ama. Şuradan göremiz eken. Şimdi hemen Word açsın.